Assalomu alaykum. Toksikoz bo'lishi nasliy bo'ladimi? Mumkin. Nasliy moyillik. Qarang, bitta narsada masalan, o't tosh kasalligi ham nasliy moyillik bo'ladi. O'zi toksikoz bu ko'proq detoks organlarining buzilishida, ya'ni jigar o'tqobi, buyrakda. Irsiy moyillik bo'ladi. Genlarni ham aldasak bo'ladi-da. Bor, sog'lom turmush tarzi bilan genni aldasak bo'ladi. Ya'ni toksikoz yengilgina sezilar-sezilmas o'tib ketishi mumkin. Bu o'zimizga bog'liq. O'zimizning pozitivligimizga. Bor, eng baxtli odam bu qanaqa odam? Qalbi xursandlikka boy pozitiv odam. Ba'zi ayollar bilasizmi, arzimagan narsani bahs yashaydi-da. Masalan, har doim ko'taring kayfiyatda bitta gul bersangiz ham xursand bo'lib qabul qiladi. Ba'zilarda dunyoni olib kelsangiz ham xursand qila olmaysiz. Shunaqa negativ bo'ladi. Aynan shu pozitiv ayollarda yengil kechadi. Davolash ham yengil. Chunki ularda umid tez uyg'onadi, ixlos tez bo'ladi, hayotdan xursandchilik tez bo'ladi-da. Toksikoz bir umrlik narsa emas. Shunga birinchi o'rinda ruhiyat tayyorlash kerak.